Obunachilarimiz mana yangilik qildik. Xudo xolasa, qanday yangilik? 120 kilometr yo'lmasa 200 kilometrga borib turib, hop, qurut yeb kelyapsizlar $100 uchun. Shu qurutni yeganlar bor, yemaganlar bor-da. Biz qurut qilmaymiz. Shu darvozani eni bilan bo'yini to'shni razmerini topganlarga bo'yini, enini alohida razmerini topib turib, aniq to'shni topsa, mana shu $100 yo'lmasa 1,2 million so'm pul. Razmerini topish kerak. Razmerini misol sizlarga yaqinroq qilib bersam, 4 metr bilan 3 metr orasida. 3,5 metr bilan 3 metr orasida. Yana ham haqiqatroq bo'lsin. 3,5 metr bilan 3 metr orasida shu razmer, bo'yi bilan eni. Agar topganga yo $100 yo 1,2 million so'm pul. Xohlasizlar 1,2 million so'm pulni olsin, xohlasizlar $100 olsin. Yangilik qildi. Xudo xolasa agar kommentariyaga kim to'g'ri yozsa, shunday kartasiga desa, kartasiga tashab beramiz. Agar shunday aytsa, manzillariga shu 1,2 million so'm bo'lmasa $100 pulni yetkazib beramiz. Darvozan razmerini topganlarga.